Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimiz ve vaziyetimiz doğrusu toxtalımız. Leksiye dese de Rozu Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağı 2024 yıl 7. ayının 13. günü heptiki şembe vatandaş. Men arlıqlı vatandaşlar leksiye sözleveti ve muhakemelerde biz hazır bu siyasetke yani Tibet doğrusu makullanğan kanun layihə Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish kanun layihəsiga Prezident Joe Biden imza qo'yg'icha biz hozir 50% atrofida düşünüp turmiz. Prezident Joe Biden imza qo'ygandan keyin bizning ishonchimiz 100% ko'tarildi degan edim vatandaş. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden tunigan 7. ayının 12. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi, Avam Palata ve Kengash Palata birdek ma'qullagan Tibetla to'g'risidagi Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'yib, bu kanun layihəsini bugün resmi kanuna aylandırdı. Prezident Joe Biden, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bu kanun layihəsiga Tibet to'g'risidagi kanun layihəsiga imzo qo'yib, bu kanun layihəsini resmi kanuna aylandırdı. Ben bu münasebet bilen avval Prezident Joe Biden'ın özünü tebrikleymen. Hem Prezident Joe Biden'dan qat'iy turib, çiң turib, bu qatimqi saylamda g'alaba qilishini umid qilaman. Hem Prezident Joe Biden bilan birga Prezident Joe Biden hükümetining diplomatlari, davlat ishlar Antony Blinken, davlat bexatarligi maslahatchisi Jake Sullivan ve davlat ishlar katibi Mağın kat, aklım şu unutup alıdan keçir anlat. Şunda çırayla söz alsam. Kurt Campbell, Mağın Devlet İşler Katibi Kurt Campbell qatarlıq barlıq Amerika Qo'shma Shtatlari hükümet əməldarlarını təbrikleymen vatandaşım. Amerika xalqını təbrikleymen. Bu kanun layihəsiga imza qo'yuldi. Endi Tibetlarning kelerki qadami, keler işleydiğin şey ve kiler qatimda ötküzülgan resmiyetleri, ma'qullaydigan resmiyetleri bu faqatla şu eşip qaldı hesapda vatandaş. Onun ma'nisi nima? Tibet'le öz takdirini özü belgilashga tamamen hukuklu xalqdir. Şu qatada yanlışı bugün hem biz şuna aytaylik Uyg'uristonda Uyg'ur xalqi öz takdirini özü belgilashga tamamen hukuklu xalqdir. Kadem hem nöbet mi nöbet. Qatar ekeyinde əgəşib girdi. Ben sizge aytdım Uyg'uriston meselesi əgəşim bilek dedim o. Şu boyunca bugünkü bu leksiyimizde anlaysınız vatandaşım. Ben bu leksiyani bugün şu kriz sözüm bilen kuşup 2 yerim bedlik bu leksiyani sizlerge tamam anlatamam. Bunu bölüversem leksiyani parçalıversem ki bunun birisi yok olup gidip 5'i yak ahire avarı buluşlar vatandaşlar. Ben bunu toluk sözle vakitin kanıtlık buluşlar kat'i nezersiz anlam. Mavzu mundak. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Tibet kanun layihəsiga imza qo'ydi. Tibet'le Memuriyet Merkezi bu kanun Amerika Qo'shma Shtatlarining Tibet'e qaratgan siyasetini canlandırdı ve küçeytti deb madihledi. Mavzuda xabar 7. ayının 13. günü Amerika ovozidan Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Washington. Jungo hükümeti 7. ayının 13. günü şembe Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden'dan bir gün burun yoki 7. ayının 13. günü bir türlük intayin zor Tibet'e çetelediğin kanun layihəsiga
yani 6. ayının 12. günü Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi İşki Palata maqullagan Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'yib, rasmiy qonunga aylantirganligiga qattiq qarshi turadiganligini bildirdi. Jungo hukumati. Jungoda ko'plagan organlar ayrım bayonot e'lon qilib, Amerikada Davlat Majlisi ve ma'muriy organlarning atalmış Jungoning ichki ishlarga qo'pollik bilan aralashgan harakatlarini qattiq aybladi. Sergardan bo'lib, berib Hindistonning Dharamsala өлkəsində o'ltiraqlashgan Tibet Ma'muriyat Markazi shanba kuni bayonot e'lon qilib, Tibetga munosabatli qonun loyihaga Prezident Joe Bidenning imzo qo'yib, rasmiy qonunga aylanganligini madihlab, bu qonun Amerika Qo'shma Shtatlarining Tibetga qaratgan siyosatini kuchaytirdi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi, Avam Palata ve Kengash Palatasi ayrım holda bu yil 5. ayda 29. günü Kengash Palatasi, 6. ayda 12. günü Avam Palatasi ovoz qo'yib, ma'qullagan Tibet Jungo talash tortishini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga tashqari dunyo faraz qilgandek Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden juma kuni, yani 7. ayının 12. günü bu qonun loyihaga imzo qo'yib, qonun loyihani rasmiy qonunga aylantirdi. Tibetga munosabatlik yoki Tibet to'g'risidagi bu qonunda mundaq ko'rsatildi. Tibet xalqi fuqarolar huquqi va siyosiy huquq xalqaro ahdnamasi hamda iqtisod, jamiyat, madaniyat huquqi xalqaro ahdnamasiga asoslanib ve qonunlarni o'z ichiga olgan boshqa qonunlardan bu bahramand bo'lib, o'z taqdirini o'zlari belgilashga tegishli xalqdir. Öz taqdirini o'zlari belgilashga tegishli xalqdir. Lekin Junho Xalq Jamhuriyatining navbatdagi siyosati ularning, yana Tibetlarning bunda huquqini yo'l qo'yish ruxsat qilmay keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining uzundan beriki siyosati Junho Xalq Jamhuriyati hukumati vakillari bilan Dalai Lama yoki uning vakillarining har qanday oldingi shart qo'ymaydigan ahvol ostida ahamiyatli bevosita suhbat o'tkazishiga ham ixtiloflarni hal qilish loyihasiga izlanishga ilhomlantirib keldi. Lekin Beijing o'tirida o'tkaziladigan suhbatga oldingi shart qo'yib, suhbatni boshlashga to'sqinlik paydo qildi. Beijing Dalai Lamaning Tibet azaldan tartib Jungo zaminining bir qismi deb e'tirof qilishini talab qildi. Hamda Beijing hisoblagan Tibet mustaqillik harakatini to'xtatishni talab qildi. Dalai Lama Beijingning bunday talablarini rad qildi. Bunda qatmallik hozirgacha 10 yillarcha davomlashdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi muxbirlarning savollariga javob berish shaklida bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Atalmış Tibet talash tortishini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi Amerika hukumatining izchil maydoni va va'dasiga xilofdir. Xalqaro munosabatlar negizlik prinsiplariga xilof, Jungoning ichki ishlari qo'pollik bilan aralashganlik, Jungoning manfaatiga eg'ir ziyon solib, Tibet mustaqilligi kuchlariga eg'ir xato signal berganlikdir. Bayonotda bunda ko'rsatildi. Jungo taraf bunga qat'iy qarshi turdi. Hamda maydonini Amerika tarafga qattiq ifodalaydi.
Devlet Meclisi yeni ma'qullangan bu qonunda ochiq qilib, mundaq bayonot e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati hergiz ve ezelden Tibet ezelden tartib Cungo territoriyasining bir qismi deydigan meydan qo'llangan emas. Dikkat vatandaş. Tibet bilen Cungo Xalq Cumhuriyeti o'rtasidagi talashlar, xalqaro qonunlar jumladan Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnomasi bo'yicha har qanday oldingi shart qo'ymay tinch yo'l vositalari orqali hal qilinishi lozim. Reuters tahlil qilib bunda ko'rsatdi. Gerçi Amerika hükümeti bu yerdemdelikten huaçıyla acizlaştırıp bir taraf kılıştı mı? Bunun işleyip gitmeli. Bunda ko'rsatdi. Gerçi Amerika hükümeti Tibet Cungo'nun bir kısmı deb itiraf kılsı mı? Lekin yeni qonundan qaraganda bu meydandan gumallangandek kıldı. Mana bu gap. Amerika bu to'g'ri. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati gerçi Tibet Cungo'nun bir kısmı deb itiraf kılsı mı? Yalgan. Lekin Tibet xalqining dini e'tiqod madaniyat, til, örf odatlarini saqlab qolishini kuchli qo'llab kelgani rost. Washington Beijing'ning Tibet kishilik huquqi xiloflik qilganligini izchil aybladi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari tarafining amaliy harakat qo'llanib, Cungo'ning bir qismi deb e'tirof qilib, Tibet Cungo'ning bir qismi deb e'tirof qilib, Tibet mustaqilligini qo'llamasligini, yuqorqi qonunni ijro qilmasligiga undaymiz deb ko'rsatdi Cungo Tashqi ishlar ministrligi bayonotida. Agar Amerika taraf o'zboshimchilik qiladigan bo'lsa, Cungo taraf qat'iy va kuchli tadbir qo'llanib, o'zining egilik huquqi va bexatarlik taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'daydi. Deyildi Cungo'ning bayonotida. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ishki palata ayrim holda Tibet to'g'risida bu qonunni ma'qullagandan keyin tashqari dunyo Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden'ning bu qonun loyihaga imzo qo'yib, rasmiy qonunga aylantirishni umumyuzlik umid qilgandi. Dalay Lama Amerikaga New York shahriga yetib kelib, doktorxonada revmatizm kasalini operatsiya qildirib, saqayish oralig'ida 84 yosh kirganligini tabriklab, kishilarning Tibet to'g'risidagi qonun loyihaga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden'ning imzo qo'yib, rasmiy qonunga aylantirishi to'g'risidagi diqqatni taxama oshirdi. Tibetli Ma'muriyat Merkezi Şembe 13. günü bayonot e'lon qilib, Tibetler to'g'risida tuzilgan qonunni ma'qullash jarayonini ve bu qonunning konkret modellarini tafsili tushuntirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tibetga qaratgan siyosati qayta kuchaytiradigan bu qonun bir qator muhim qonunlar asosida shakllandi. Masalan, 2019-yili ma'qullangan Tibet siyosati va qo'llash qonun loyihasi, 2018-yili ma'qullangan Tibetga barobar kirish qonun loyihasi qatorli qonun loyihalar asosida shakllandi deb ko'rsatdi Tibet sargardon hukumati bayonotida. Cungo hukumati Cungo Tashqi ishlar ministrligining bayonoti orqali Amerikaning Tibetga munosabatlik ma'qullagan qonun loyihasiga qat'iy qarshi turish maydonini ifodalagandan boshqa yana ko'plagan markaz darajalik va yerlik organlarni tashkillab, ayrim holda bayonot e'lon qildirib, Tibet to'g'risidagi bu qonunni qattiq aybladi. Bayonot e'lon qilib, Amerika Tibet to'g'risida tuzilgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden imzo qo'ygan bu qonunni Cungo'da ayblagan organlar mundaq: jumladan mamlakatlik xalq vakillar qurultayi, mamlakatlik siyosiy kengash, millat va diniy ishlar komiteti, Tibet Avtonom rayoni xalq vakillari qurultayi, doimiy komiteti hamda mamlakatlik siyosiy kengash Tibet Avtonom rayoni komiteti. Magap gap chiqdi juma. Esinglarda bo'lsin. Siyosiy kengashning qarmog'ida Tibet Avtonom rayoni komiteti. Ma esinglarda bo'lsin.
Bu organlar bilen kılgan bayanatı da, bu organlar ilan kılgan bayanatı da Tibet ezelden tartıp Cüngo'nun bir kısmı degan sözle qayta ta'kidlab, o'xshashla Amerika Qo'shma Shtatlar taraf Cüngo'nun ichki ishiga aralashib, bergan va'dasiga xiloflik qildi dedi hamda xalqaro munosabatlar prinsipiga xiloflik qildi deb aybladi. Sözlep bo'ldim, men sizlarga yollayman tahlilni keyincha. Vatandaş bo'lamdi. Tahlilni keyincha 50% ishonch bugun 100% ga ko'tarildi. Vatandaş